بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثواب من جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس. Musannif rahimahulloh dedilar: bomdod namozidan keyin namoz o'qigan joyida to quyosh chiqqunicha Allohni zikr qilib o'tirgan odamning savobi haqida. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 80 بعد 400. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kim fajr namozini jamoatda o'qisa, so'ngra to quyosh chiqqunicha Allohni zikr qilib o'tirsa, so'ngra 2 rakat namoz o'qisa, u uchun to'la haj va umra ajrichalik bo'ladi. Tirmiziy rivoyatlari hasan hadis deganlar. Alboniy bu hadisni Sahih Sunan at-Tirmiziyda 480-raqam bilan hasan sanaganlar. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. رواه مسلم والطبراني، إلا أنه قال: كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وستأتي أحاديث الباب بعده إن شاء الله تعالى. Jabir ibn Samura radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Dedilar: Nabiy sallallohu alayhi va sallam fajrni o'qigach o'tirgan joylarida chordona qurardilar to quyosh yaxshi chiqib bo'lgunicha. Imom Muslim va Tabaroniy rivoyatlari. Faqat Tabaroniyning rivoyatida aytganlarki, subhni, ya'ni fajr namozini o'qigach Alloh taoloni zikr qilib to quyosh chiqquncha o'tirardilar. Bundan keyingi bobda ham shu ma'nodagi hadislar keladi. Sababu man salla al-asra thumma qa'ada yadhkurulloha hatta taghrub ash-shams. Asr namozini o'qib, so'ngra quyosh botgunicha Alloh taoloni zikr qilib o'tirgan odamning savobi haqida. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل. ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4. رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 3114.
Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: men bomdod namozidan to quyosh chiqqunicha Allohni zikr qilayotgan qavm bilan o'tirishim men uchun Ismoil avlodidan 4tasini ozod qilishimdan ko'ra menga suyukliroqdir. Va men asr namozidan keyin to quyosh botgunicha Allohni zikr qilayotgan qavm bilan o'tirishim men uchun Ismoil avlodidan yana 4tasini ozod qilishimdan ko'ra sevimliroqdir. Abu Dovud rivoyatlari. Buni Alboniy Sahih Sunan Abi Davudda 3114-raqam bilan sahih sanaganlar. Sabab azkarin ba'da salati as-subhi wal asr wal maghrib. Bomdod, asr va shom namozlaridan keyingi zikrlarning savobi. Va Nabi Umamata radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man qala dubra salatil ghadati la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir, mi'atan قبل أن يثني رجليه كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال." رواه الطبراني بإسناد جيد، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 376. Abu Umama radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kim bomdod namozidan keyin La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd, yuhyi va yumitu biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir deb 100 marta oyog'ini yozishidan avval aytadigan bo'lsa, ya'ni tashahhudda o'tirgan holatda o'tirib aytsa, shu qimirlamasdan turib, u odam ana shu paytda yer yuzidagi barcha insonlarning ichida eng afzal amalni qilgan odam bo'ladi. Magaram kim u aytgan misolchalik aytsa, kim yana boshqa odam 100 ta aytgan bo'lsa bir xil darajada bo'ladi, yoki undan ziyoda qilgan odam bo'lsa ziyoda darajadagi inson bo'ladi, afzal inson bo'ladi. Tabaroniy buni yaxshi isnod bilan rivoyat qilganlar. Alboniy bu hadisni Sahih at-Targhib va Tarhibda 376-raqam bilan hasan sanaganlar. Demak, bu zikrni e'tibor berish kerak bo'lgan joy la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Buning ma'nosi avvallarda aytilgan. Ya'ni Alloh taolodan o'zga barhaq ma'bud yo'q. Alloh taoloning o'zi yolg'izdir, uning sherigi yo'qdir. Butun mulk uningdir, hamd ham uningdir. U tiriltiradi, u o'ldiradi. Barcha yaxshilik uning qo'lidadir va u har bir narsaga qodirdir. Shuni 100 marta oyog'ini qimirlatmasdan tashahhudda o'tirgan bo'yi salom bergandan keyin qimirlamasdan turib aytadigan bo'lsa, shunday ajr bo'lar ekan. E'tibor berilish kerak bo'lgan nuqtalar yuhyi va yumit bihdihil khayr ziyodasi bor va hamda qimirlamasdan turib aytishlik bor. Ya'ni chordana qurmasdan turib aytish kerak. Yoki oyog'ini yozib, cho'zib, boshqa qilmasdan turib aytish kerak bo'ladi buni. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بهن 10 حسنات ومها بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات وكن له عدل عطاقة 4 رقاب وكن له حرسا حتى يمسي. ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح. رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 474. Abu Ayyub radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: kim tong ottirgan paytda, ya'ni
ertalab turgan paytida la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulk va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir deb 10 marotaba aytadigan bo'lsa, Alloh taolo u uchun mana shu aytgan so'zlar tufaylik 10 hasana bitadi va 10 sayyiasini o'chiradi, uni 10 darajaga ko'taradi va u uchun bu 4 qulni ozod qilganlik barobarida bo'ladi. Va bu inson uchun, shuni aytgan odam uchun to kech kirgunicha unga himoya bo'ladi. Ya'ni shayton va boshqa har bir unga yetadigan ozorlardan himoya bo'ladi. Kim bu so'zlarni shomni o'qigandan keyin, namozdan keyin aytadigan bo'lsa, to tong ottirguncha xuddi shu yuqorida aytilgan ajrlar bo'ladi. Imom Ahmad, Nasoiy va Ibn Hibbon rivoyatlari, buni Alboniy Sahih Targ'ib va Tarhibda 474-raqam bilan sahih sanaganlar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni mazkur aytib o'tilgan amallarga amal qilishimizni nasib aylasin. Alloh taolo bu narsaga qodir zot. Qo'lidan kelgan odam, imkoniyati bor odam har kun shu ishlarni qilish kerak. Goh amallar bor, mana namozdan keyin o'tirish, kutish, goh insonlar aytishi mumkin, meni ishim bor, boshqam bor, aloqalarim bor. Alloh taolo ishlariga barakot bersin, vaqtlariga ham barakot bersin. Ishlarini qilsin, dam olish kunlarida hech bo'lmaganda shu amallarga amal qilsin. Shu mazkur amallarni qilsin. Lekin vaqt olishi yoki ko'p vaqt olmaydigan, masalan 10 talik yoki 100 talik zikrlarni qo'ldan kelsa, iloji boricha har kuni aytsin. Chunki bu u uchun ham panoh, ajr bo'lishdan tashqari unga yetadigan har xil ozorlar, shaytonning vasvasalaridan ham panoh bo'ladi. Shuning uchun eshitgan sunnatlarimizga hech bo'lmaganda umrda bir marta, bo'lmasam 1 yilda bir marta, oyda bir marta, imkon bo'lsa haftada bir marta, yana ham imkon topadigan bo'lsak har kuni, agar har kuni qilinish kerak bo'lgan amal bo'lsa har kun qilganimiz afzal bo'ladi. Alloh taoladan yana bir bor mazkur sunnatlarga amal qilishimizga tavfiq berishini so'rab qolamiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.